Poydevorning asosiy vazifasi binodan tushayotgan barcha yuklarni o'ziga qabul qilib, ularni bir tekisda zaminga, gruntga uzatishimiz. Demak, bugun biz binoning asosiy qismlarini ko'rib chiqamiz. Ustoz, binoning asosiy qismlari nimalardan iborat? Binoning asosiy qismlari poydevor, devorlar, ustunlar, shiflar yoki qavat plitalari va tom qismdan iborat. Ustoz, poydevorning necha xil turi bor? Poydevorlar 4 turga bo'linadi. Lentali, ustunli, plitali va qoziq poydevor. Ustoz, bugun biz nimalarni o'rganamiz? Bugun poydevorlarning turlari bilan tanishamiz. Nazariyada emas, amalda ko'ramiz, real qurilish joyida. Kelinglar, boshladik. Ustoz, bu qanday poydevor turi? Bu tasmasimon poydevor. U devor ostida joylashadi va yukni bir tekisda gruntga uzatadi. Mana bu joyini qarang. Ustoz, bu poydevorchi? Bu ustunsimon poydevor. Har bir ustun tagida alohida blok joylashgan. Yuk to'g'ridan to'g'ri shu blok orqali zamin. Ustoz, bu nima jarayon? Bu yaxshit yoki monolit plita poydevor. Bu yukni butun yuzasi bo'ylab gruntga uzatadi. Ustoz, bu yerda nima qilinyapti? Bu qoziksimon poydevor o'rnatish. Gruntni yumshoq joylarda ishlatiladi. Qoziklar yukni. Ustoz, demak, poydevorlar 4 turda bo'lar ekanmi? Ha, to'g'ri. Tasmasimon, ustunsimon, yaxshit va qoziksimon. Har biri joyning sharoiti va yukka qarab tanlanadi. Muhimi to'g'ri joyda to'g'ri poydevor ishlatish. Rahmat, ustoz.